Azimjon aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Aka, biz siz bilan, ya'ni Amarantur kompaniyasi bilan Jiddiy Labs brending xizmati bilan avvalambor hamkorlik qildik. O'z umuman boshlanishi rebrending g'oyasidan boshlangan edi. O'sha jurnal qilmoqchilik boshida siz bilan, keyin taklif berildi. Agar ertaga rebrending qilmoqchi bo'lsangiz, baribir hozir qilib, keyin bir xarajat qilganingiz, investitsiya qilganingiz yaxshi deb taklif beruvdik. O'zi rebrending g'oyasi qayerdan keluvdi aka sizga? Bozorda mana biznesda shunaqa narsa borki, faqat mahsulotingiz glavniy rol o'ynamaydi. Siz mahsulotingizni qanday nomlaganingiz, kimgadir ma'qul kelishi, bozor o'z o'rnini egallashi uchun albatta uni yaxshi nom bo'lishi juda ham shart. Sizlardan meni xursand qilgan narsa shuki, biz sizlar bilan oddiy aslida bitta jurnal qilib berish haqida taklif bilan chiqqanimda, faqat taklifimizni bajarish emas, sizlarga yaxshi maslahat ham chiqdi. Ya'ni keling, rebrendingni hozir qolingda, birla mahsulotingiz shu mukammal holatda bo'ladi deganingiz bizga ma'qul kelgan. Biz albatta ma'qul ko'rdik, u narsani qabul qildik va nima deymiz, natijasini ko'rishni boshladik. Chunki boshqa nom, ishonch boshqa, o'zimizdan mijoz kelishi ko'paydi. Xursandmiz bu narsani birga boshlaganimizdan o'z o'rnida. Shu boya aytganingizdek, nomni bozorda muhimligi albatta u har qanday nom ishonch beradi, birinchi oshiribdi mahsulot. Va endi shu joyda aytib ketishim kerak, har bitta bir yangi nom o'ylab topilganda yoki brending qilinganida uni albatta patentlab, himoyalab qo'yish kerak bo'ladi. Aynan bu bo'yicha ham biz sizga bir yo'l yo'riqlar ko'rsatib, yordam berdik. Mijozlarimizni yoki potensial bir shunaqangi rebrending qilmoqchi bo'lgan insonlar bo'ladigan bo'lsa, aynan brending patent xizmatlari bo'yicha ham yordam berishimiz mumkin. Azimjon aka, bitta savol beraman sizga. Brending Jiddiy Labs bilan qildingiz, ha? Endi hozir mana marketing, ya'ni raqamli marketing bo'yicha ham hamkorliklarni boshladik. Sizga savol bermoqchiman, nimaga aynan yana bizani tanladingiz? Ya'ni bu o'zi qaror qabul qilish jarayoni bo'ladi. O'shanda nimalar sizga turtki bo'ldi aka? Bizni avvalambor oldimizga qo'ygan maqsadimiz katta. Bu katta maqsad erish uchun ba'zan o'zimizga kuchimiz yetmaydi. Biz kimnidir o'zimizga bir nima deymiz, sherik qilib yoki qaysidir kompaniya bilan birga ishlashimiz kerak edi. Biz sizgacha bo'lgan bir ikkita baribir ishladik, kichik katta kompaniya bilan ishladik, o'zimizga ma'qul kelmadi. Sizlarga birinchi oshirib mana bu jurnalda, mana bu rebrending topshirganimizda bizga ma'qul keldi o'z-o'zidan. Keyin demak bildikki, ishonish mumkin. Kelajakda o'sha bozorda ham katta bizga manfaat olib berishingizni, bizning marketingimizni ko'tarib berishingizga bir ishonch tug'ilsa bo'ldi, o'shani topshirdik. Xudo xolasa bu yo'lga shu natijalarni kutamiz. Nasib bardavom bo'lsin, sizdan umid qilgan narsalarimiz amalga oshsin. Shu o'rinda Jiddiy Labsni boshqa kompaniyalarga tavsiya qilgan bo'larmiz. Va bu ishonch masalasi bor-da, bozorda ham bilasiz, ishonch muhim. Gapingiz to'g'ri. Eng muhim narsa bu haligi живой tavsiya bo'ladi, odatda живой отзыв bo'ladi. Men bu narsani qo'rqmasdan tavsiya bera olaman. Chunki o'zimiz bitta mahsulot ularni olgan servisimiz ma'qul kelgandan keyin biz ikkinchisini o'zi kerak bo'lsa uchinchisini davom ettirishga tayyormiz. Va o'z-o'zidan bu narsani boshqa kompaniyalar kim xohlasa tavsiya qilgan bo'lardi, bemalol. Ishonchingiz uchun tashakkurlar. Rahmat, ishimiz bardavom bo'lsin. Aytganingizga eson.